Hozirgi kunda siyosiy maydonda afsuski Izrailning qo'li baland kelyapti. Ularning qo'li baland kelishi mumkin emas edi. Ularning qo'lini baland kelishligida bizning ichimizdagi ahmoqlarning xizmati qo'l kelyapti. Misol keltiraman. Izrailga o'sha regionda xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan davlatlar ichida birinchi o'rinda Iroq turardi. Iroq davlatini cho'ktirish uchun dushmanga ehtiyoj bo'lgani yo'q. O'zimiznikilar qilib berdi. Ya'ni musulmonman deganlar sotdi. Bilasizlarmi? Bir o'rganib ko'rsanglar bo'ladi. Saddam Husaynning yonidagi generallarni 90% bilinmagan degan tariqat bor. Bilinmagan degan tariqatning muridi bo'lgan. Men sal soddaroq tarjima qilyapman. Noma'lum degan tariqat bo'lgan, shu noma'lum degan tariqatning muridi bo'lgan. Hatto Saddam Husaynning xotini ham shunga a'zo bo'lgan. O'sha tariqatni muntasibi bo'lgan. Amerika kirib kelganda nima uchun urushmadi generallar? Ha? Odatda bunaqangi tariqatlarni, ya'ni tashkil qilingan tariqatlarni yahudiylar qo'llab-quvvatlaydi. Soxta tariqatlarni shunaqa qo'llab-quvvatlaydi, bir kun kelganda ish berishligi uchun. Ish berdimi? Berdi. Saddam Husaynni shunda sotishdi. Iroqda kimni tashkil qilishdi? IShIDni. IShIDga ergashganlar kim? Asosan yosh bolalar. IShIDga ergashganlarni e'tiqodida, tushunchasida, ya'ni musulmonchilikni chiroyli ko'rsatish degan g'oya yo'q. Bunaqa falsafasi yo'q ularning. Ularning qanaqa falsafasi bor? O'ziga ergashmagan hammani kofir deb e'lon qilish va qatl qilish g'oyasi bor. Shu g'oya asosida IShID chiqdi va IShIDni qo'llab-quvvatlaganlar yana Izrail, yahudiylar bo'ldi. Chunki ularga qo'l kelyapti-da. Ular o'sha regionda xavfsizligini ta'minlash uchun boshqalarni bir-biri bilan urushtirishga majbur. Ya'ni ularning siyosatida shunaqangi harakat bor. Urushtiradi, o'zi tinch turadi, ya'ni o'zi kuchayib boradi. Atrofi zaiflashgandan keyin O'rta Sharq katta davlatini qurish rejasi osonlashadi. Iroq sindimi? Cho'kdimi? Cho'kdi. Real hodisami? Real hodisa. Ya'ni nimani sizlar ya'ni tushuntirmoqchi bo'lyapsizlar? O'yin emas, real odam o'lyapti. Odam o'ladi-da o'yinda. O'yinda siyosatchilar qo'lini siqib turib bir-biriga kulib qo'yadi. Lekin ona o'g'lini qachon kelarkin urushdan deb ko'ziga yosh olib dasturmoni bilan o'tiradi. Yana biz xalq jabr ko'ramiz urush bo'lsa. Bu siyosatchilari samolyoti bor, uchib chiqib qochib ketaveradi. Iroq cho'kkandan keyin ikkinchi kuchli davlat Suriya edi. Suriyani nima qilishdi? Ha, yana o'zimizkilarni qo'li bilan qilishdimi? Ha? Suriyada Bashar Asad zolim edi, ha, Nusayri edi. Uni asli e'tiqodi birinchi planda odam emas edi-da, Nusayri bu, Shiya bu degan propaganda bilan urush e'lon qilishdi. Suriyada to'polon bo'ldi. 15 yil davom etgan to'polonda oxiri 1,5 ming odamni o'limida aybdor deb topilgan Juloniyni Ahmad Shara raisi jumhur deb e'lon qilib podshoh qilib qo'yishdi. Prezident qilib qo'yishdi Suriyaga. 10 million dollar bo'yniga tikilgan odam edi. 10 million dollarga terrorist deb qidirilayotgan odam edi. Kamazlarga tonna portlovchi moddani yuklab qurbonlik namozi o'qiyotgan hayit namozgohlarga borib portlattirgan shu Juloniy. Bozorlarga, oddiy bozorga olib kirib portlatgan. Kim eslayapti buni? Hech kim. Nimaga? O'yin edi. O'yin edi do'stlar. Suriya cho'kdimi? Cho'kdi. Suriya nechiga bo'lindi hozir? 4-5 ga bo'linib ketgan. Suriyaning markazi Turkiyaning qaramog'ida. Ahmad Shah Turkiyani nazoratida. Bo'ldi. Ahmad Shah Turkiyani aytganini qiladi. Bir tomoni kurdlarga bo'lib berildi. Kurdlar qarab o'tiribdi. Duruziylar bor, Arabiylar bor. O'ziga bir-biriga mana shunaqangi to'polon bo'lib turganda Izrail
G'olon tepaliklaridan kirib yana 20 ga yaqin joyni egallab oldi. O'zini bazalarni quryapti. Qaytib chiqib ketishi yo'q endi. Ahmad Shar nima degan edi? Jo'loniy bo'lib yurganda biz Qudusga boramiz degan edi. Qudus deganda Trampni nazarda tutgan bo'lib chiqdi. Trampga bordi. Yana nimani o'qitmoqchilar bizga? Ha, o qurol ko'tarib yurib, hali ham yolg'onini fosh qilganimizdan keyin ham yana o'zicha valdirayotganlar. Nimani isbotlamoqchilar? Ha, o'yinning ichidagi o'yinchoqsizlar. O'yinning ichidagi qo'g'irchoqlarsiz.